Asko blogerlar reklamada aytgan probegga kafolat beradimi? Askoda shinalarga kafolat berishning ikki xil holati bor. Birinchisi, shina qo'yib berilguniga qadar kafolat. Ayrim vulkanizatorlarda uchraydigan muammolardan biri bu o'rnatish jarayonida ballonni yirtib qo'yish yoki teshib qo'yish holatlari. Askoda esa vulkanizator ustalarimiz tomonidan ballon o'rnatish jarayonida xatoga yo'l qo'yilib, shinaga shikast yetadigan bo'lsa, shu holatda Asko kafolat beradi. Mijozga yangi shina taqdim etiladi va mijoz soz holatda shinani qabul qilib olganligi servis kitobchasida alohida qayd etiladi. Askoda servis kitobchasini berish 2024-yil noyabr oyidan boshlangan. Bu kitobchada mijoz avtomobilining joriy probegi yoziladi va har bir perikitkada avtomobilning probegi yozib boriladi va shunga qarab shina probegi tekshiriladi. Ikkinchi kafolat beriladigan holat shinada ishlab chiqarish nuqsoni bo'lsa, ya'ni zavodskoy brak yoki bo'lmasa aytilgan probegni yurib bermasa. Bunday holatlarda ham Asko 100% kafolat beradi va shinani yangisiga almashtirib beradi. Bunaqangi muammolar 99.9% holatda mutlaqo uchramagan, 0.1% holatda uchragan mijozda ham e'tiborsiz qoldirilmagan. Har bir murojaat o'rganilib oxiriga yetkazilgan. Marhamat isboti. Yanvar oyida yallama ballondan qo'ygandik. Bu zavodskiy brak chiqdi mana. Efekt bermadi. Mana Termizdagi filialimizga kelib, yallama ballonni almashtirib berishdi. Asko firmasiga rahmat. Mana bu Damas avtomobili bizda yanvar yoki fevral oyida yallama ballonlarni xarid qilganlar. 20 ming yoki 30 ming probeg yurganlar zavodskiy defektini aniqlaganliklari uchun 4 ta ballonni besplatni almashtirib berdik. Egasidan biroq endi olib turasiz. Aka, bu ballonlarni qaysi oyda xarid qilgan edingiz? Fevral oyida. Fevral oyida xarid qildingiz. Qancha probeg yurdingiz bular? 20 ming. 20 ming. Hozirgi sizdan hech qanaqa to'lovlar olinmadi. 4 ta balloningiz mutlaqo tekin almashtirib berildi, to'g'rimi? Ko'ryapsizlar, bizda birinchi navbatda mijoz roziligi. Agar rozimisiz, Askoda. Assalomu alaykum. Mana bugun Xo'jaqulov Ilhom aka didor ballonlarni xarid qilgandilar. Ballonni sal nosozliklar chiqqani uchun ballonlarni yallama ballonga almashtirib berdik. Aka, Assalomu alaykum. bizga ikki og'iz gapingiz. Asko rahmat, yechimlarim qilib berdi, muammosiz. Muammo yo'q, rahmat sizlarga. Kamchiliklar uchun uzr aka. Xudo xolisa bu safar kelganingizga chiroyli xizmat ko'rsatamiz. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Zo'r emas. Mijoz murojaati qabul qilindi, Asko tomonidan hal etildi, mijoz roziligi olindi. Lekin kafolat shartiga kirmaydigan holatlar ham bor. Mijozni o'zining ehtiyotsizligi oqibatida shinaga zarar yetsa, teshilsa, shishka bo'lsa yoki yirtilsa, vaqtida perikitka, razval va balansirovka qilinmasa. Bunday holatlarda Asko ushbu shinalar uchun kafolatni o'z zimmasiga olmaydi. Agarda sizda ham Askodan xarid qilgan shinangiz